Ketganimiz faqat 1 kun, 15-dekabr kuni bo'ladi xolos. Ko'rib o'tinglar. Bu yerda turgan hamma pardalarimiz 27 ming so'mdan jakarlarni qilib beraman. 25 ming so'mdan pombaqtlar. Bu pardalarimizni ko'ringlarchi. Turkiya pardalar 25 ming so'm bo'lsa bir yo'la bo'lsin. 25 ming so'mdan qilib beraman. Panularni ko'ringlarchi. Bu panularimizni 80 ming, 90 ming, eng kami 80 ming sotganmiz. 45 ming so'm. Nima deyapti? 45 ming so'm. 40 ming so'm mana shu yerda grek setkalar hammasi 40 ming so'm. 25 ming so'mdan bunaqa pardalar. 13 ming so'mga parda bormi? Ko'ringlarchi. 13 ming qilib beraman. 13 ming kelaverasizlar. 20 ming so'mdan. Mana 20 ming so'mlik laxtalarimiz ham bor. Kimga shulardan kerak bo'lsa, shulardan ham bor. Kimga qanaqa parda kerak bo'lsa, bir kun xolos. 15-dekabr kuni hammalaringizni do'konimizda kutib qolamiz. O'zbekiston bo'ylab libo joyga dastavka ham qilib beramiz. Bular hech qanaqa aslatga parda emas. Hammasini rulondan necha metr desanglar kesib beramiz. Ko'ringlarchi bu pardalarni 100 ming so'm, 110 ming so'm sotganmiz. Undan kami sotmaganmiz. Ko'ringlar. Hammasini 40 ming so'mdan olib ketaverasizlar. Xohlaganlaringizni olib ketaverasizlar. Hammasini rulonlari bor. Do'konimizda hammalaringizni kutib qolamiz. O'zbekiston bo'ylab libo joyi dastavka ham qilib beramiz. Qalin parda desanglar, qalin parda, yupqa parda desanglar, yupqa parda. Bu videoni parda olaman degan tanishlaringizni yuborib qo'yasizlar. Bahorda qilaman, yozda qilaman demasdan olib qo'ysanglar, ziyon qilmaysizlar. Hurmatli mijozlar, olib qo'yinglar. Xudo xolasa 1 kun bo'ladi xolos bu chegirmamiz. Qaytib bunaqa narsa bo'lmaydi. Ko'ringlar, pardalarimiz yoqqanini optim narxda chiroyli qilib beraman. Faqat 1 kun. Shu pardalarimiz o'zimizga 80 mingdan tushgan. 40 ming so'mdan qilib beraman. 40 ming so'm. Eslatib o'taman, 40 mingdan qilib beraman.